Amerika, Pensilvaniya, Filadelfiya shtatidamiz. Bundan 3 yil oldin men green card yutib bu yoqlarga kelishlik nasib qilgan. Bu yoqqa kelishimda avvalambor Alloh meni shu yerlarda nasib qildi kelishimga va albatta bunga sababchi qilib qo'ygan Leonnet kompaniyasi deydimi, nima deydi bilmayman. Leonnetga kattakon rahmat aytmoqchiman. Farhod aka, rahmat sizlarga. Sizlarni sharofatlaring bilan she'rlardamiz mana Amerikada turib sizlarga salomimni va sizlarni dokument qilayotgan barcha hammaga salomimni yetkazaman. İşonchlik va nomer 1 bu Leonnet. Bemalol qo'rqmasdan Leonnetga murojaat qilishlaring mumkin. Pastda nomerimni qoldirib yozaman yoki atmetka qilib qo'yaman. O'tib Farhod akalarga bemalol green cardda to'ldirib, bemalol dokumentlarini qilishlaring mumkin. Hammaga rahmat. Amerikadan kattakon salom.